Assalomu alaykum Zafarbek Umra obunachilar. Mana Xudo xolasa 14 kunlik sayohatimiz, ibodatimiz tugadi. Sayohatimiz mana endi hammalarimiz o'z vatanimizga, O'zbekiston diyorimizga mana qaytyapmiz. Hoji onalarimiz mana hammalari sog' salomat, chiroyligina bo'lib o'z oila a'zolarining oldiga saflanib turishdi. Hozir Xudo xolasa inshaalloh safarga chiqib yo'lga otlanib turibmiz. Xudo xohlasa sizlar ham kelinglar shu joylarga kelib, shu hoji onalarimizga, shu opalarimiz, singlarga o'xshab chiroyli ibodatlar qilib, pokiza holatda mana bu hoji akalarimiz bilan kelgan, hoji tog'amlar, mana bu o'tirganlar hammasi biz bilan. Xo'p, mana bu o'tirganlar hammalarimiz bugun xohlasa manzilga qaytmoqchi bo'lib turibmiz. Hoji tog'a ta'sirotlaringiz bormi? Qalay bugungi? Yaxshi emas, hoji akam buni 14 kun ayberdi. Hammasi yaxshi. Hammasi joyida aytilgan so'z, aytilgan bo'ldi. Qayslarga bordi Xudo xolasa. Ko'ngildagidek umra hajlarimizni bajarib ketyapmiz. Rahmat. Sizlar hamma yaxshi bo'ldi. Hamma kelsin, hammaga nasib qilsin, oilaviy bo'lib kelsin hamma. Hamma chaqirsin. Xolajon, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshimi? Ta'sirotlar chiroyli. Xizmatlarimizga rozimisizlar? Ha, rozimisizlar? Xolajon, xizmatlarimizga rozimisiz? Rozimisiz? Roziman. Rahmat sizga. Qani. Opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlar qanday ziyoratlar yaxshi bo'ldimi? Sayohat bo'ldi. Kamchiliklar bo'lsa ayting. Mana buni hozir butun O'zbekiston eshitadi, Tojikiston eshitadi. Kamchiliklar bo'lsa ayting. Allohga shukr, kompaniyamizda hech qanaqa kamchilik bo'lmadi. Bunaqa ziyoratlar ko'p bo'lsin. Hikmatadan umra qilishdik. Ellik boshimizga rahmat. Kompaniyalarga ham rahmat, hammasiga rahmat. Taklif qilasizmi bularni? Albatta, hammani taklif qilaman shu kompaniyadan kelishdi. Zafarbek Umra kanaliga a'zo bo'linglar. Hamda biz bilan birga bo'linglar. 14 kun mana o'zim birga yurib, birga turib xizmatlarni qilaman. Bunaqa olib borib kuzatib olishlar, kutib olishlar, yo'qolib qolishlar bizda bo'lmaydi. Xudo xolasa inshaalloh bu kunni harom qilsin. Hoji tog'a assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hoji yaxshimisiz? Ha, o'zingiz yaxshimisiz? Sizmisiz? Allohga shukr. Mana bu ta'sirotlaringizni ayting endi. Viloyat kompaniyasi mana Zafar hoji bobomizning kanallari anaqa bu Zafar hoji bobomiz boshchiligida bergan umraga ziyoratga kelgan edik. Rahmat bu kishiga. Mana yaxshi ziyorat qildik. Hamma joyda ko'rdik. Bu kishi safarimizning boshidan oxirigacha birga bo'ldilar. Rahmat bu kishiga. Kelingizlar mana bu kishi bilan safarga, umraga. Xursand bo'lasizlar. Adashmaydimi? Adashmaydi. Umuman bu kishi bilan kelsa adashmaysizlar. Rahmat. Pullaringiz yerda qolmaydi. Xo'p, hozir sizchi? Qanday bo'ldi? Nima bo'lsin? Mana sizga rahmat. Boshdan to nimagacha nima bo'ldingiz? 2 marta umra qildingizmi? Ha, shunday. Bir jumani Nabaviyda o'qidingmi? Ha, o'qidik. Bitta jumani Makka mukarramada o'qidik-a? Shunday. Toifga borib yana bitta umra qildik-a o'zimizga. Shunday. Ha, 2 marta umra qildik, Madinada namoz o'qidik, Makka mukarramada o'qidik. Hoji Zafar bobo sizdan minnatdormiz. Qizil dengizlarga, Arofatdan sayohatlari. Vallahi Chakiya bozorgacha avtobusda olib bordimmi? Olib bordi. Ha, mana birodarlar eshitib olinglar. Mana hoji aka, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana ta'sirotlaringiz bo'lsa, ta'sirotlar juda yaxshi bo'ldi. Bo'lsa ham ayting, hololini ayting. Kamchiliklar yo'q. Videoda barcha aytilgan gaplar ustidan chiqildi. Alloh rozi bo'lsin Zafarjon hoji tog'adan. Mana 2 martadan umra qildik. Ravzalarga 2 marta kiratib o'shada va'da berdi. Allohga shukr. Bir avliyo bo'lib qoldi bu odam. Xudo nasib qilib 2 martadan kirib chiqdik. Mana bog'lariga, hurmat bog'lariga sayohat. Mana 2 martadan umra qildik. Xudoga shukr. Aytilgan gaplar barchasi o'rnida bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin bu odamdan. Ishonarli odam ekan. Bitta gapni gapiryapti, Xudoga shukr, uddasidan chiqyapti. Alloh rozi bo'lsin. Shu bilan mana biz bilan birga yuribdi, birga ketaman deyapti. Birga kelib, birga ketyapti. Shu endi aytgan gaplar barchasi bajarildi. Alloh rozi bo'lsin. Biz ham rozimiz shu odamdan. Xo'p, rahmat. Zafarbek Umra obunachilar, mana ko'rdinglar, mana bu bizning mehmonxonamiz, mana sharoitlari. Bu zalda turibmiz, hozir aktiv zalda turibmiz. Bu yerda hamma sharoitlarimiz qulay bo'lgan. Mehmonlarimiz uchun keng sharoitlar, bemalol xotirjam o'tirib, bemalol hamma amallarni qilishi mumkin. 8-yanvar kuni Xudo xolasa yana qaytib kelamiz. Xohlovchilar bo'lsa, keladiganlar bo'lsa, tezda murojaat qilinglar. Mana bugun biz qaytyapmiz nimaga? O'zbekistonga. Xo'p, 3-kun 8-yanvar kuni inshaalloh yana qaytib kelamiz. 9-kuni juma namozini inshaalloh kim biz bilan birga kelsa, nasib qilsa Nabay masjidida o'qiymiz.
Mana haramda ham Xudo xolasa chiroyli tavoflar bo'lyapti. Mana. Wala havla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.